Tak, dadajon maroqli trenirovkadan keyin bizni o'zi ko'rsatuvimizni o'zini sxemalari bor. Ya'ni shu podkast jarayoniga yetib keldik. Qiziqtirib qo'ydi. Bizani savollar sal kreativniy. Xo'p. Aybga buyurmaysiz. Birinchi savolimiz o'rtacha trenerlar qancha maosh oladi? Maosh oladi. Maosh yoki daromad. Xo'p, bu temada hammada individualniy har xil. U trener opiti, ishlaydigan joyi, lokatsiyasiga ham bog'liq. To есть sentrlar joyda trenerlar qimmatroq, misol uchun $100 dan $300 gacha. Sal chekkaroq joylarda 500 ming so'mdan boshlanadi deb o'ylayman. 300 ming daraja, 300 ming, 500 ming so'm. Rayoniga bog'liq. Ya'ni lokatsiyaga bog'liq. Da, lokatsiya, metro, tam zaliga ham, zalni qulayligiga ham bog'liq. Dadajon, professional trener bo'lish uchun nimalar qilish kerak yoki nimalarga ega bo'lish kerak? Xo'p, professional deyapsiz-da. Professional trener bo'lish uchun avvalambor o'sha sertifikat, diplom bo'lish kerak, o'qigan bo'lish kerak, полностью anatomiyani, teoriyani o'rgangan, imtihon topshirib, как положено diplom qo'lga olish kerak bo'lish kerak. Undan tashqari mana shu sohada musobaqaga chiqqan bo'lish kerak meni ideyam. Chunki musobaqaga chiqqan trener bilan musobaqaga chiqmagan trener albatta farqi bo'ladi. Chunki u trener o'zini boshidan kechirgan, o'tkazgan va o'zida qilgan rezultat sizda ham qila oladi. Ya'ni eskilarda gap bor, boshdan o'tmagan tabib emas. Xuddi shunaqa. Sizda qanaqa diplomlarga egasiz yoki qanaqadir sertifikatlar? Men o'zim Rossiyada Sankt-Peterburg shahrida o'qiganman. Menda sertifikat emas, professionalniy diplom. Bu ya'ni SNG davlatlarida meni diplomim Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston yetakdagi emas. SNG davlatlarida dessertlanadi, albatta. Trenerlik xizmati sizda necha pul turadi? Trenerlik xizmati hamma qiziqayotgan savol. Trenerlik xizmati sizda necha pul bo'ladi? Hop, bekitmayman, ochig'ini aytadigan bo'lsam, men ikkita zalda ishlayman. Toq kunlari Proforumda, juft kunlari UFC jimda. Proforumdagi zalimda $100, UFC jimda $200. Ya'ni lokatsiyaga bog'liq. Shunaqa, bir oylik anaqasi. Halolligi uchun bekitmasdan bu sirlarni aytganingiz uchun sizga kattakon rahmat. O'zbekistonda top 5 ta bodybuilder. Sanab o'ting. Ya'ni o'zingizdan kelib chiqib, o'zingiz fikringiz. Top 5 ta bodybuildermi? Top 5 ta. Top 5 ta, top 5 ta. 3 ta. Keling 5 dan tushaylik pastga. 5-o'ringa kimni qo'ygan bo'lardingiz? 5-o'rin 3 ta aytib qolaylik. Mayli 3 ta. 3 ta aytib qolaylik. 3 ga kimni qo'yamiz? Xo'p, 3-o'ringa menimcha Xo'p, kimni qo'ysa ekan? Вообще неожиданный вопрос bo'ldi, если честно. Kutmagan edim. Xafa bo'lish yo'q, ko'rayotganlar, xafa bo'lmanglar. O'zidan kelib chiqayotganlar. Men 1-o'ringa qo'ya qolay. 1-o'ringa o'zimni ustozimni Bahakamni qo'yaman albatta. Baxshullo Sayfullayev 1-o'rinda. Men uchun inson ustozim ham 1-o'rinda. Bu yoshda bunaqa natijalar qilish hammaga. Da, to'ppa-to'g'ri. 2-o'rinda Jahongir akani qo'yamiz. Menga formalari yoqadi, ham moshniy. 3-o'ringa Bahrom akam Baymurzayev. Bahrom akam. Bilganlar atmetga qilib qo'yinglar. Xo'p, keyingi endi kulminatsion nuqtalarga yetib kelamiz. Keyingi savolimiz bundan oldingi mehmonlarga berganmiz bu savolni. Faraz qiling, ertalab uyg'ondingiz. Sizga xabar keldi. Ya'ni umring kechgacha vaqt qoldi. Shu kechgacha qanaqa yashab o'tgan bo'lardingiz? Shu bugungi kunimmi? Ertalab uyg'ondingiz, sizga xabar keldi. Deylik, qanaqadir analizda topshirgansiz, atvet keldi. Sanda deylik, mana 15 soat vaqting bor. 15 soatdan keyin bu dunyo bilan xayrlashasan. Shu 15 soat umringizni qanaqa o'tkazgan bo'lardingiz? Bilmadim, men to'g'risi bunaqa savol kutmadim. Menimcha avvalambor shu qarzlarim bo'lsa, kimgadir nimadir berishim kerak, o'shalarni yopgan bo'lardim. Naqd dunyoga ham qarz bilan bormaslik uchun. Maksimal darajada kimlarni xafa qilgan bo'lsam, bir joyga o'tirib o'zim miyam bilan kelishib olgan bo'lardim-da. Kimlarni xafa qilgan bo'lsam, kimlarni dilini og'ritgan bo'lsam, birma-bir maksimal eslashga harakat qilib, o'shalar bilan borib ko'rishib, agar ko'rish imkoniyati bo'lmasa, telefon orqali o'shalardan uzrimni so'rab, как бы ko'nglini olgan bo'lardim. Также qarindoshlar bilan uzoq vaqt gaplashilmagan qarindoshlar bilan men ham shu borligimni bildirib qo'yib, aloqani maksimal tiklagan bo'lardim, чтобы narigi dunyoda menga ozgina yordam bo'lishi uchun. Va oila davrasida. Oila. Yana bitta qo'shimcha, shunaqa insoningiz bormi? Deylik, oylarimiz yillar davomida ko'rishmoqchi bo'lgansiz, lekin
dil yutib ko'risha olmagansiz o'sha inson bilan, lekin shu 15 soatni qanaqadir deylik, yarim soatinimi, 1 soatinimi o'sha odamni qidirib, topib, borib o'shan bilan hatto suhbatlashgan bo'larmidingiz? Shunaqa inson bormi? Yo'q, rost shuncha yil vaqt ko'rishmagan ekanman. Bir kunimdan qanaqa qilib men 1 soatni ajratishim mumkin. Lekin yuragingizga tugib qo'ygansiz shu narsani. Ko'rish istagi bor, lekin imkon bo'lmagan. Lekin shu fursatdan foydalanib, deylik 5 daqiqalik shu umringizni o'sha inson bilan suhbatlash yoki uzoqdan bo'lsa ham ko'rgan bo'larsiz. Shunaqa inson bormi hayotingizda? Ya'ni tarixlarda qolgan shunaqa inson bormi? Mayli ismi sir bo'lsin, ha bor yoki yo'q? Yo'q, menimcha. Unaqa inson yo'q. Yo'q. Samimiylik uchun rahmat. Dadajon, sizga shunaqa taklif tushdi. Xo'p. Sport yoki $1 million. Qaysini tanlagan bo'lardingiz? Sport yoki $1 million. Sport yoki $1 million. $1 million juda katta summa. Ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Siz sport bilan umuman shug'ullanmasingiz. Shug'ullanmaysiz, bo'ladi, sport tashiysiz, $1 million ga ega bo'lasiz. Men sport tanlayman men. $1 million chi? $1 million o'zim shu sportda ishlab topsam bo'ladi-yu. Ya'ni ablonga chiqib, o'zim shu yo'ldamanu, xudo xolisa. Javob uchun kattakon rahmat. Savolimiz yana bitta kreativniroq. Siz jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Deylik, 1 yil vaqtingiz ketdi jahon chempionatiga chiqish uchun. Saralashlardan o'tdingiz, ancha mehnat qildingiz, sushka jarayonlari, trenovka jarayonlari, mablag'lar ketdi. Mablag'lar ketdi, nervlar ketdi, asablar ketdi, kuch ketdi. Sahna ortidasiz, sahnani ortidasiz. Sahnaga chiqishingizga deylik 1 soat vaqt qoldi. Shu vaqt sizga qo'ng'iroq bo'ldi. Ya'niki qo'ng'iroq rabdomdan bo'ldi. Vrach telefon qilib, ota bo'lishingizga sanoqli daqiqalar qoldi, yetib kelmasangiz bo'lmaydi deb ogohlantiryapti. Siz shu payt sahnani tashab kinemiyonlarga borgan bo'larmidingiz yoki sahnaga chiqqan bo'larmidingiz? Sahnaga chiqishga qancha qolgan? 1 soat deylik, 1,5 soat, lekin bola tug'ilishiga ham shuncha qolgan. Borishingiz kerak. Bayshim o'shni savol Buni ham kutgansiz. Jahon chempionatini. Deylik, bolakayga ham kutgansiz. Menimcha sahnaga chiqqan bo'lardim. Sahnaga chiqqan bo'lardim. Sababi o'sha bolam, farzandim tug'ilgandan keyin ham kelajakda men tug'ilgan payt otam chempion bo'lgan deb o'sha narsani eslab faxrlanadi. Ana. Chunki u yerda bolam, ayolim kutayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda siz jahon chempionati deyapsiz. Bu yerda butun jahon, butun O'zbekiston kuzatib kutib turgan bo'lishi mumkin-da, men vыступлением o'sha vaziyatga qaragan holda. To'ppa-to'g'ri. Samimiylik uchun rahmat. Mana uyda kim xo'jayligini bilib oldinglar. Oxirgi savolimiz. Dadajon zalda dodo, ko'chada dodo, mashinasining ichida dodo, og'aylarning oldida dodo. Uyda qanaqa? Uyda dadajon. Uyda dadajon. Uy ishlarida yangamga qarash turasizmi? Hozirgi vaqtda to'g'risini aytsam qarash olmayman, sababi o'zi voqli chiqib ketaman zalga, har kuni ertadan zaldaman, kechqurun 11 da zaldan chiqib ketaman. Naborot, menga uydagilar juda qattiq qarashyapti, yordam berishyapti. Sizga yordam berishyapti. Ovqatlaringiz bo'ladimi, boshqangiz bo'ladimi, hamma narsaga qarashyapti. Men faqat kelib, ketib shunaqa. Oxirgi paytlarda yordam bera olmayman, lekin kelajakda niyatlar bor. Niyatlar bor. Amalga oshirsa bo'ladi. Mehmon do'stligingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizga rahmat deganingiz uchun. Maroqli suhbat o'tkazdik, maroqli trenirovka qildik, mashqlarni. Bu videomiz albatta yoshlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa kelajakda yana shunaqangi manfaatli kontentlar ishlab qolish tarafdoriman. Rahmat, salomat bo'ling. Kelib turinglar, biz faqat xursand bo'lamiz. Qo'ldan kelgancha o'zimning bilimlarimdan, ustozlarimdan o'rgangan bilimlardan kelib chiqqan holda ma'lumotli informatsiya berishga harakat qildim. Sizlarga yoqdi, manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Rahmat.